Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan poliploid organizmlardan qanday gametalar olinadi? Shular haqida bugun gaplashamiz. Aytaylik, bizga shu genotipga ega poliploid organizm berilgan. Biz bundan qanday gameta olamiz? Har bir harf bitta genni ifodalaydi va har bir gen bir-biri bilan alohida kombinatsiyani hosil qiladi. Biz adashib ketmasligimiz uchun belgilab olamiz va tushunarliroq bo'lish uchun bu gametalarni 1, 2, 3, 4 sonlari bilan belgilab olamiz va bu sonlarni o'zaro kombinatsiyasi natijasida genlarni kombinatsiyasini yozib chiqamiz. Xo'p, bu qanday bo'ladi? Dastlab boshda turgan katta A genimiz, ya'ni 1 o'zining yonidagi katta A 2 bilan kombinatsiyani hosil qiladi. Undan keyingisi katta A, ya'ni 1 genimiz kichik A 3 geni bilan kombinatsiya hosil qiladi. Undan keyingisi katta A 1 genimiz kichik A 4 geni bilan kombinatsiya hosil qiladi. Demak, boshda turgan dastlabki katta A genimiz, ya'ni 1 genimiz barcha genlar bilan kombinatsiyani hosil qildi. Demak, endi ikkinchi genga o'tamiz. Katta A ikkinchi genimiz kichik A uchinchi genimiz bilan dastlabki kombinatsiyani hosil qiladi. Undan keyingisi katta A 2 genimiz kichik A 4 geni bilan kombinatsiyani hosil qiladi. Demak, bizda ikkinchi gen hosil qiladigan kombinatsiyalar soni tugadi va oxirida kichik A'lar, ya'ni kichik A 3 geni kichik A 4 geni bilan kombinatsiyani hosil qiladi. Demak, poliploid organizmlar, ya'ni xuddi shu ko'rinishda kelganda 6 xil shu ko'rinishdagi gametalar chiqadi. E'tiboringiz uchun rahmat.